Biz hozir mana Nishonda 5-safqizda optim tarix olish uchun keldik. Bo'l hozir. Syomka qilib. Makka mana dalani atrofini ko'rsatay bu yerda. Qurilishlar bo'lyapti. İşletkenlerine videoga ko'ring. Rais bo'ldi, odam yomon ishletkenlarni. Tabiat ham zo'r ekan-da o'zi. Mana shuncha tarix qolgan kelganmiz. Anchagina tarix bor ekan. 2 tonna tarix deyishyapti. Narxini bilmadim lekin.